Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qirg'ichli shirinlik tayyorlaymiz. Oldindan elab olingan unni idishimizga solib, xona haroratida erib turgan margarinimizni qirg'ichdan o'tkazib, kroshka qilib olamiz. Alohida idishga tuxumimizni sarig'ini oqidan ajratib olamiz. Smetanani ustiga tuz, rasr glitser, limon siqib, aralashtirib, tuxumli massamizga qo'shib, yana aralashtirib, xamir qilamiz. Xamirimizni 4 bo'lakka bo'lib, xolodilnikka jo'natamiz. Tuxumimizni oqiga oz-ozdan shakar solib, oppoq ko'pik bo'lguncha ko'pirtiramiz. Orada xamirimizni olib, tyorkadan chiqarib, duxovkaga jo'natamiz. Pishib chiqqan qo'shimizni ustiga oppoq uni ko'piklarimizni solib, pishirib olamiz. Bezayimizni sovutib, ayimizda molokolarni qo'yib, yana bitta qo'shimizni qo'yib, ayimizda molokolarni solamiz. Bir marta bo'lsa ham pishirib ko'rishingizni tavsiya etaman. Yoqimli ishtaha!